Yo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Soya. Bugun biz sizlar bilan Ziyodovon o'yinini davom ettiramiz. O'tgan safar mana shu kichkinagina qishloqchamiz va 25,000 yo to'g'ri 26,000 pulimiz bilan qolib ketgan edik. Xo'sh, bo'lmasam o'yinni boshladik. Xo'sh. Hozirda bizda hech qanday nimalar yo'q. O'yinni boshlaganimizga ham 6,5 yil bo'libdi. To'g'ri, o'yin vaqtida 6,5 yilda shu. Yaxshi. Nimagadir fabrikalarimizdan kamlik qilyapti deyapti. Degani yana quramiz. Okay, fabrika joylarimiz bor endi. Endi shunchaki joylashsa bo'ldi. Va endi yo'llarga keladigan bo'lsak. Xo'sh. Bu yoqqa. Yaxshi. Bu yoqqa bitta. Endi bizga ya'ni aholi yashash punktlari kerak. Manakay. Aholi yashash punktlari. Va boshlab oldik. Bizda 24,000 pul bor, bu juda kam. Va bizda hali 960, pashti 1000 ta aholimiz bor. Bu yaxshi. Xo'sh. Suv muammosini ham hal qilamiz. Ozgina. Mana. Nima-ku? Buni iloji bo'lsa suv yoniga qurgan yaxshiroq baribir. Nima? Bu ishlaydigan narsa suv bilan. Buni yo'l tortamiz. Birdan dengizga yo'llarni ham ochib olamiz. Xo'sh, qayerga to'g'ri kelar ekan? Xo'sh. Mana. Endi dengizga ham yo'llarimiz bor. Asta portlar qurib, nimaga joylashib, asta butun mana shu o'zimizning qit'amizni egallab olamiz. Bu yerda asosan suv katta rol o'ynaydi. Xo'sh, do'konlar quramiz. Manakay. Xo'sh, bu shaharga kirib chiqish yo'liga zo'r narsa qo'ysa bo'lar ekan. Yaqinda o'rgandim. Hozir mana shu yerga va mana bu yerga. Endi bu bizga har bir kirib chiqqan mashina uchun pul beradi. $1, $2. Va biz buni $3 ga ko'tarib qo'yamiz. $3 deb €3 ga. Mana €6, €3 foyda olib kelib turadi. Va nihoyat 1000 ta odamga ham erishdik. Xo'sh, bizning aholimiz nimadan xafa? Sport mamoku education. Aholiga maktab yoki shunga o'xshash narsa qurishni so'rayapti.
Bizda maktab ochilmagan ekan. Bu degani majbur kutishadi. Afsuslar bo'lsinki. Mana bu narsani bir yomon tarafi bor. Bu tirbandlik hosil qiladi agar mashina ko'p chiqib kirsa. Shu sababli to'xtang, mana yerdagi nimani olib tashlay hududini o'rniga do'kon quramiz. Do'kon hududini. Do'konlar bo'lsin, do'konga ehtiyoj tug'ila boshlayapti. Manakay. Xo'sh, bizda port. Afsuski, hali port ochilmabdi. Elektr energiya. Bu yerda emasmi muammo? Voy. Bu yerda muammo bor. Elektr energiyada shamol quraman. 2 donagina shamol qursam pulim yetarmikan? Qurdim. Pulim kam qoldi. Mayli. Endi mana uylarimiz sizda kuchayib o'tdi. Mana bundan hech kim o'tmayapti. Parkka o'xshagan narsa ekan. Mayli. Sport hol ochilmaydi. Bu bog'lar. Bu yerda o't o'chiruvchilar qurganmidim? Esolmadim. O't o'chiruvchilar quraman. Qani? Bir X ta tursa edi. Mana qurgan ekanman bo'ldi. Kasalxonach. Hospital bor. Politsiya bor. Yaxshi. Hammasidan bor. Endi shunchaki ozgina kutamiz. Yaxshi. Va ozgina yana rezistanlar debman. Aholi yashash joylarini ko'paytirish kerak. Chunki bizga bu pointlar beradi va biz u pointlar orqali kuchayib boramiz. Va small village, ya'ni kichkina qishloqdan village darajasiga ko'tarilamiz, ya'ni qishloq darajasiga. Hozir bir ko'rayotganingiz kichkinagina qishloqcha. Va biz buni qishloq darajasiga olib chiqishimiz kerak. Xo'p, Xudo. Mayli, ozgina yana qo'shaman yo'l bilan. Pulim to'yapti. Bu yomon. Va oxirgisi. Yaxshi, endi bu yerga bularni fabrikalarni maydonini qo'shsam bo'ladi. Bu perimetr ekan. Endi bir qancha vaqtgacha fabrikalardan muammo bo'lmaydi. Taksi xizmatlari ishlayapti. Bu yerda yo'l qurmoqchi edimi? Arzonidan quraman. Mayli, arzon bo'lsa ham. Mana yo'l qurdik. Endi bunga do'konlar quramiz. Xo'sh, pointimiz yarim bo'ldi. Bugungi maqsadimiz village darajasiga erishish. Va har bir videoda mana shularni bitta bajarib boramiz. Va oxirida bu darajamizni large infinity darajasiga olib kelamiz. Cheksizlik
katta cheksizlik darajasiga olib kelamiz. Adashmasam large katta edi. Va large infinity darajasiga olib kelamiz. Xo'sh. O'yinimiz sahrangt bo'lsin. Yaxshi. Bo'lmasam yana yashash joylari demoqchi edim. Bu menga qo'shganimiz uchun suv nimasi kelib qopti. Buni energiyasini pasaytiraman. Afsus. Buni shuncha yo'q qurgani bilan baribir kelibdi. Mayli. Bizning bitmas tuganmas pul manbai. Chunki bu yerga asosiy ish joyi mana fabrikalar bo'lganligi uchun odamlar bu yerga har doim qatnashadi va borib kelganlari evaziga menga pul to'lashadi. Agar juda ko'p odam nariga borish boshlagandan so'ng tirbandlik paydo bo'lib boshlaydi. Xo'sh, mana kuchayish bor va pul ham. Mana pointimiz asosida yig'ilyapti. Iloji bo'lsa shaharni mana bu burilishgacha olib kelganim yaxshiroq. Va mana bu yerdan bitta o'tsam mana bu yerda ham yashash joyi bo'ladi. Va asosiy yo'lda svetofor. Mana ikkita joyda svetofor. Va buni olib tashlayman shekilli. Agar zarurat bo'lsa bu yerga qo'yganim yaxshiroq. Chunki mana bu yerga qo'y. Keyin esa mana buni olib tashla. Va bu yerga yo'l tort va suv muammosidan qutulmadim-da. Mana bo'ldimi? Endi bu yerda ham hamma sharoitlar bor. Yaxshi, elektr energiyadan muammo yo'q. Kelyapti. Yaxshi, hammasi uzatilyapti. Va qayerda yana bu yerdan suv o'ylaganimday. Bu yerda ham suv muammosi. Bam. Ana bo'ldi. Bizda 1,5 ming aholi bor va mana shu ko'rinish. Xo'sh. Afsus, mana keyingi darajali uylar qurila boshladi. Bu uzr. Bunga yordam bera olmayman. Uzr. Mana keyingi darajali uylar. Birinchi darajali uylarga, ikkinchi darajali va uchinchi darajali uylarga ehtiyoj bo'lmagunigacha mana shular kuchayib boradi. Agar ehtiyoj tug'ilganda ular keyingi darajaga o'tadi. Bo'lmasam birinchi darajali uyni mana shu darajadagi katta shakli bor. Bu taxminan 10 ming turadi. Buni qurgandan so'ng taxminan 200-100 kishi joylasha oladi. Va agar kuchayib borsam qayerlar? Hozircha bu yerda hech qaysi joy buni nima qila olmas ekan, qura olmas ekan. Ammo keyinchalik qurishi mumkin. Xo'sh. Post in more. Uzr. Va nihoyat biz 15-darajaga
ketdik. Manakay bo'ldi. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna va like bosishni unutmang. Va keyingi videolargacha xayr.